Assalomu alaykum aziz muxlislar. Meni kuzatib boruvchi obunachilarim. Mana kecha video qo'ydim, sizlarga rahmat. Qancha qo'llab-quvvatlab turibsizlar hozirgacha. 8000 ta odam ko'ribdi kamya. Yomonmas. Bir ikkita yozibdi, Ozodbek qaramaydi, Ozodbek boshqa soha. Men o'zim ko'rdim, Ozodbek Nazarbekov iqtidorli bolalarda tanlov bo'libdi. Joylar kam, iltimos. Ulgurib qolinglar, shoshilib qolinglar, bo'lib qolmasin degan maqsadda tanlov qo'yuvdi kecha. Qandaydir bir konkurs bo'libdi deb e'lon qo'yuvdi. Men shunga e'tibor bermadim, topolmadim keyin. Qanday qilish bilmadim deb Ozodbekka murojaat qildim. Men bilaman o'sha Ozodbek Nazarbekov o'zi ijtimoiy tarmoqqa joylashtirdi o'shani. Yana o'zlaring bilasizlar, omadim kelib qolsa, ovoz loyihasiga ovoz berdim, yozdim, murojaat qildim. Hali javob qaytargani band ekan. Videolarimni tashlab qo'ydim ovoz studiyasiga. Nasib bo'lsa qaysidan omadim kelsa boraman, harakat qilaman, ijodimni davom ettiraman, harakat qilaman. Endi sizlardan iltimos, bo'lar-bo'lmas gaplar yozmanglar. Bir xillar yozadi, san qaramaydi, shu ijodni unday-bunday to'da-so'da odamni ijod qilyaptimi, ustidan kulib har xil gap qilmanglar bu yerda. Qo'llaringdan kelsa chalib chiqinglar, qo'llaringdan kelsa o'zlaring sohalaringizda ijod qilinglar, boshqa qilinglar. Sizlar emas hal qiladigan, katta-katta anolar bor, muzikantlar bor hal qiladigan, direktorlar bor, boshqa bor. O'zi tanlab oladi. Murabbiylar bor, o'zi biladi o'zi qanday muzikantlar tanlab olishini. Sizlar hal qilmaysizlar uni. Sizlar gaplaringga kirish qilmayman men. Iloji boricha qo'llab-quvvatlanglar. Qo'llaringdan kelmasa, qo'llab-quvvatlamanglar, kirmanglar. Har xil gapni yozib bergan odam kayfiyatini tushirib. Bir-birimizni hurmat qilaylik, haymi? Rahmat sizlarga. Xafa qilgan bo'lsam ming bor uzr.